Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yangi ishlarimiz bitdi. Aqua Plus 6500 Penta degani. Hop, jami 1 2 3 4 5 6 7 ta oraliq, 2 ta ikki qanotli eshigi bor. Har bitta oraliqdan bittadan romlari ochilgan. Ko'rinishda. Hop, romlarimiz bo'yi 1.96, enlari 240, 250 har xil. Oynalari 2 qavat, oq oyna. Ustullarni alkafon bilan o'rab ketganmiz. Ichkari tomondan taylarini ham alkafon qilib berganmiz, 2 qavat. Podokonni 20 lik. Ustullarimizni ham ichki tarafini alkafon bilan o'rab ketganmiz. Bu romimiz rangi oq. Oynasi ham oq, 2 qavat. Romlarimiz 2 tabaqali ochilish, yonboshga, tepaga fortichka hisobida ochiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz. Sifatli xizmatlar ko'rsatishda davom etamiz.